Assalomu alaykum obunachilar va nihoyat yana bir fayzli xonadonimizga oshxona mebelini ustunovkasini qilib tugatdik. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. 2026-yil 6-avgust kunga eski shahar Andijondagi eski shahardagi muzeyda orqasida yangi domlarga o'rnatdik Ismoil akamiz uyiga. Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsak 385 razmerga, tepasi va bo'yi 3.5 bo'ldi. Buni ichida mana mo'ykalarini qo'yib berganmiz. Roliklari ham mana tandem rolik. Qoshiqdonlari 30 kilogacha xudo xolisa yukni bemalol ko'tara oladi. Davudchili bo'lgan pasvetkalarni ham qo'yib berganmiz. Shkafning ichida. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Ismoil aka, ishimiz sizga ma'qul bo'ldimi aka? Ha, yaxshi zo'r. Xudolar bersin. Bergan pulingizga rozi bo'ling aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.